Bugun raqamli texnologiyalar hayotimizning ajralmas qismiga aylanib bormoqda. Muhimi, ayni yo'nalishga ixtisoslashgan oliy ta'lim muassasalari nafaqat zamonaviy axborot texnologiyalari bilan jihozlangan, balki sohada ixtiro va startaplar yaratish uchun maxsus laboratoriyalar faoliyati ham yo'lga qo'yilyapti. Jumladan, Toshkent axborot texnologiyalari universitetida sun'iy intellekt, robototexnika laboratoriyalari ish boshladi. O'zbekistondagi oliy ta'lim muassasalari ichidagi eng birinchi oliy muhandislik maktabi tarkibiga kiruvchi Living Lab hamda Fab Lab hududi hisoblanadi. Bu hududda 30 dan ortiq xonalar mavjud bo'lib, ularda talabalar nafaqat nazariy bilimlarni, balki amaliy jarayonlarni ham olib borishadi. Majmua ramziy ma'noda bir-birini to'ldiruvchi ikkita zonaga bo'lingan bo'lib, talabalar Living Lab, ya'ni laboratoriyada startap loyihalarini real muhitda sinovdan o'tkazishadi. Fab Lab hududida esa ularning prototiplarini yasab, amaliyotga tatbiq etishadi. Mazkur tashkil qilingan Fab Lab konsepsiyamiz asosidagi demak ishlab chiqarish hududimizda 20 dan ortiq laboratoriyalar, shundan tashqari 5 ta yirik ishlab chiqarish hududlarimiz mavjud. Bu yerda demak biz elementar o'sha qurilmalardan boshlab dronlargacha murakkab bo'lgan jarayonlarni tashkil qiladigan, inson omilini kamaytiradigan robotlarni yig'ish, modellashtirish, dizayn qilishgacha ishlarni tashkil qila olamiz. Bu orqali mazkur yo'nalishdagi ta'lim olayotgan, tadqiqot yuritayotgan talabalarimizni raqobatbardosh kadr bo'lib yetishishlari va mamlakatimizdagi sanoat jarayonlarini raqamlashtirish, avtomatizatsiyasi yoki sanoat korxonalarida ish jarayonlarini tashkil qilish bo'yicha yangi innovatsion yechimlarni ishlab chiqishlarini ta'minlaymiz. Mazkur ilmiy markaz innovatsion ta'lim va ilmiy tadqiqotlarni qo'llab-quvvatlash maqsadida raqamli ishlab chiqarish ustaxonasi, 3D printer, lazer keskich, CNC kabi zamonaviy texnologiyalar asosida yangi g'oyalarni amaliyotga tatbiq etish imkonini beruvchi 30 dan ortiq ilmiy laboratoriyalarni o'zida jamlagan. Ushbu laboratoriyalar xalqaro IT bozorida raqobatbardosh kadrlarni tayyorlash, shuningdek, startaplar, innovatsion loyihalar va dasturiy mahsulotlarni yaratish imkonini beradi. Laboratoriyamiz ma'lum bir qurilmalardan tashkil topgan. Dastlab bu o'sha sodda mikrokontroller, prosessorlar, ularni o'rganishadi, ularga dasturlashni o'rganishadi va undan keyin loyihalashtirish bosqichlari bo'ladi. Loyihalashtirish bosqichlarida maxsus 3D printer loyihalashtirish uskunalari orqali prototip ko'rinishidagi mahsulotlar ko'rinishigacha chiqara olish imkoniyatiga ega bo'lishadi. Ushbu laboratoriyalar bo'lajak muhandislarni xalqaro bozor talabiga mos tarzda tayyorlash bilan birgalikda ularning innovatsion g'oya va yechimlarini sanoat hamda ishlab chiqarish jarayonlariga joriy etishda xizmat qiladi.